Shahrisabz shahrida og'ir va qayg'uli voqea sodir bo'ldi. Bir oilada kelib chiqqan kelishmovchilik fojia bilan yakun topdi. Ma'lum bo'lishicha, erkak 2023-yilda qonuniy nikohdagi turmushidan ajrashganidan so'ng Shahrisabz shahrida yashovchi ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila quradi. Ular bir nafar farzandli bo'lishiga qaramay, qonuniy nikohdan o'tmagan holda ayolning ota hovlisida yashab kelishgan. Eng yomoni, erkak rashk tufayli yaqinda katta janjal uyushtirib, ayolni otasi, onasi, akasi ko'z o'ngida shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldiradi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudining hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining B, J bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, 18 yil muddatga, shu kodeksning 219-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, 3 yil muddatga, Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun uzil-kesil 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'z jahlini jilovla olmagan erkak endi umrining asosiy 19 yil qismini panjara ortida o'tkazadi. Biz shu o'rinda vafot etgan ayolning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.